Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz ham o'zi manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bugungi videoda asosiy maqsadimiz tovar belgilarini shaxsan o'zlari o'tkazmoqchi bo'lgan o'sha biznes egalari, tadbirkorlar uchun juda ham muhim deb o'ylayman. Xullas sizlar bilan bugun Sfera kompaniyasining asoschisi, mediator, huquqshunos hamda patent vakili Abror Amirqullovich bo'laman. Do'stlar, bugungi mavzumiz sizlar bilan tovar belgilarini shaxsan o'zingiz, patent vakillarisiz yoki advokatlarsiz, yuristlarsiz shaxsan o'zingiz ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha tegishli choralarni ko'rmoqchisiz. Ya'ni ro'yxatdan o'tkazmoqchisiz. Bu holatda nima qilish kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak? Dastlab tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazishni uni tayyorlab olish kerak. Nimalarni tayyorlab olish kerak degan bo'lsak, ya'ni birinchi sizning o'sha tovar belgingizning nomi yoki logotipingiz misol uchun bo'lishi mumkin. Ya'ni bular JPEG formatda bo'lishi kerak. JPEG formatda tayyorlab olasiz. Keyin bularda har bittasini ahamiyat qiling, o'zbek tilida lotin alifbosida to'g'ri yozilganmi, yozilmaganmi? Bu birinchi masala. Ikkinchisi, bular ahamiyat qiling, siz tanlagan tovar belgisi nomlarida tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazish mumkin bo'lmagan holatlari bor. Ya'ni o'sha qonunning 10-moddasida aniq bayon etilgan. Bu nimalar mumkin emas, ro'yxatdan o'tkazish mumkin emasligi to'g'risidagi biz oldingi videolarimizda olganmiz. Bu to'g'risida to'liqroq ma'lumot berganmiz. Sizlarga tavsiya qilamiz, o'sha videolarni ko'ringlar albatta. O'sha videolarni ko'rib, undan keyin yana bir marta analiz qilib olasizlar. Endi sizlar tovar belgilaringiz, o'sha logotip, brend nomlaringiz, demak, tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazish, ya'ni loyihatiga ega. Endi uchinchi holat, siz voyaga yetgan bo'lishingiz kerak. Bu uchinchi holat bo'ladi. To'rtinchi holatda tovar belgingizni nomini o'zbek tilida aynan tekshirganingizdan keyin bu misol uchun o'zbek tilida bo'lmasligi mumkin, ingliz tilida yoki boshqa arab tillarida yoki boshqa bir tillarda bo'lishi mumkin, lekin muhimi ya'ni alifbosida demoqchiman. Buni holatda o'zbek lotin alifbosi transliteratsiyasida qanaqa yoziladi? Masalan, aytaylik, W bilan boshlanadigan tovar belgisi W bilan yozilmaydi, chunki lotin alifbosida W yo'q bizda. Yoki U misol uchun harfi, Q, G misol uchun bo'ladigan narsalar. Bularni yozuviga juda ham ahamiyat qilish kerak bo'ladi. Transliteratsiya. Ana endi tovar belgisi o'sha logotipingizni aniq yozilishi, ya'ni ko'rganda qanaqa tasavvur bo'ladi, o'shani tafsili qisqacha yozilishi kerak. Qanaqa ranglar, qanaqa ketma-ketlik, qanaqa shriftlarda yozilyapti, font qanaqa, asosiy ranglar qanaqa, mana bularda umuman bayon etadigan tavsif bo'ladi. Ana endi tavsifdan keyin keyingi etap bo'ladi, ya'ni bu jamoaviy belgimi yo'qmi? Agar jamoaviy belgi bo'lsa, kelishuvda o'zi zakrepet qilasiz, jamoaviy belgi bo'lmasa, bu yoqqa o'zi teginmaysa, yozishmalar degan manzil bor, yozishmalarga ya'ni bevosita o'ziga tegishli bo'lgan o'sha manzillarni kiritasiz, telefon raqamlar va elektron pochtalarda. Yana bitta muhim jihatlardan biri tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazishda ahamiyat qilinadigan narsa bu xalqaro klassifikatsiyalar tanlash. Masalan, usluga desak, usluga ham har xil yo'nalishga bo'linib ketadi. Masalan, ta'lim berish bitta usluga bu 41-klass misol uchun. Restoran yo'nalishlari bor, mehmonxona yo'nalishlari bor misol uchun. Bular уже boshqa qurishda o'tiradi, klinikalar masalan 44 da o'tiradi. Xuddi shunaqa aniq bo'lish kerak, pozitsiyangiz aniq, yamna, to'g'ri bo'lish kerak. Bundan keyin tovarning bo'yicha, ya'ni 45 ta o'zi jami klassifikatsiya bor. Shundan birdan 34 включительнasi bu o'sha tovar bilan bog'liq bo'lgan klassifikatsiyalar. 35 dan уже 35 savdo umumiy masalalar oladi, undan tepasi 45 gacha xizmat ko'rsatish sohalarini ko'proq ichida qamrab oladi. Endi kiritayotganingizda xalq klassifikatsiyalarini aniq tanlang va hamda bu ko'pchilik xato qilishadiki, aytaylik 20-klassifikatsiya bu, ya'ni mebel yo'nalishlariga asosan taalluqli bo'lsa, bular boshdan oxirigacha olib boradi yoki kiyim-kechak yo'nalishi 25-klassifikatsiyada o'sha sarlavhani o'zini tanlab butun ichidagi tovarlarni o'tkazishadi. Bu menimcha xatolik ko'p keladi, kelgusida ortiqcha bosh og'riqqa qaysi holatda, ya'ni siz ertaga 3 yildan keyin bu tovar belgisidan естественно ichiga kiritilgan boshqa yo'nalishdan foydalanmaysiz. Demak, foydalanmangiz natijasida boshqa insonlar ro'yxatga o'tkazishaman deganda to'siq bo'ladi. Demak, u to'siq bo'lganda bu sizni tovar belgingizni muddatdan oldin foydalanmayotgan holatini o'rganib chiqadi. Undan keyin ya'ni sizga nisbatan da'vo berib, siz olgan tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi guvohnomani muddatdan oldin haq emas deb topish bo'yicha sudga da'vo berish uchun ularda huquqiy asos paydo bo'ladi. O'shaning uchun maslahat beramiz, aynan sizlarda qaysi klassifikatsiya, aynan qaysi yo'nalishlar bor yoki
hozir misol uchun bir 10 tadan 2 tasi borda tovarlardan. Qolgan bir 5-6 tasini 3 yil ichida qilmoqchisizlar. Bu holatda ham qo'yish kerak. Lekin umuman siz rejangizda bo'lmagan, umuman bir strategiyangizga tushmaydigan, umuman hech qanaqa bir qisqa muddatli, uzoq muddatli strategiyaga tushmaydigan holatlarda qilib ketsangiz, ertaga kelgusi o'zingizga bir ortiqcha bosh og'riqlarni olib kelishi mumkin. Endi agar xalqarodan ham o'tkazmoqchi bo'lsangiz, bu holatda qanaqa qilinish kerak? Dastlab O'zbekiston Respublikasi o'zining o'sha imi.adliya.uz ga berasiz. U yoqqa topshirgandan keyin 6 oy ichida WIPO tizimi orqali ro'yxatdan o'tish kerak. Bu yerda 12-moddaga so'ng ustuvorlik degan tushuncha bor. Ya'ni dastlab topshirgan o'sha Intellekt ta'minot markazi topshirgan talabnomaga ularda haqiqatan topshirildi deb tasdiqlatib olib, uni yana ilova qilib hujjat topshiriladi. Demak, 6 oyga chiqsa, tovar belgilarini ro'yxatdan o'tish bo'yicha mana maqsadga muvofiq bo'ladi. Xalqarodan ham o'tish imkoniyati juda yuqori bo'ladi do'stlar. Do'stlar, bizlar kuzatuvchilar uchun, umuman biznes egalari, tadbirkorlar uchun, ya'ni ko'proq insight, ko'proq ma'lumot berishlik uchun bizni bevosita o'sha Instagram sahifamiz ham bor, hamda Telegram kanallarimiz bor do'stlar. Bu borada biz pastda shu videoni pastida kommentariyada biz o'sha ma'lumotlarni qoldirib ketamiz. Biz ushbu kanallarimizni silkalarini, to'g'ridan-to'g'ri o'tish silkalarini shu videoni ostida joylab ketamiz do'stlar. Albatta ularga ham obuna bo'lib qo'yinglar va doimiy ravishda bu borada yangiliklarda, insaytlarda, ma'lumotlar bo'yicha doim bilimlarga ega bo'lib bolasizlar do'stlar.